kechagina intervyu berganimda erga tegmoqchiman desam kommentariyada yozibdi. Birinchi bu topganda keyin ajrashgan deyishadi. Assalomu alaykum. Yaxshi ayollarda, ya'ni o'zini ustida ishlagan, chiroyli o'ziga qaragan ayollarda sandan oldin ham, sandagi paytda ham, sandan keyin ham bo'ladi. U просто nima deydi? Muammo emas, ko'pchilik o'ylaydi, "Voy, erga tegish qiyin" deb o'ylashadi. Yo'q, erga tegish oson. U просто oilani ushlab ketish qiyin. Misol uchun, sizlarga osonroqmi? 7-8 yil yashab ajrash. Yo'q, hech qaysi qiz ajrashaman demaydi. Mana просто tak o'zini ko'rsatadigan artistlar 1 yilda ajrashib ketadi. Mana bitta bolali bo'ldi, erga tegdi, bolali bo'ldi, ajrashib oldi, o'sha. Kimgadir 2-3 bo'lib tegadi shu. Mani asujda chiqishdan oldin birinchi mani kalishimni kiyib ko'ringlar.